Tinch va sokinlikni xush ko'radigan, qulaylikni sevuvchi mijozlarimiz uchun navbatdagi obyektimizga tayyor bo'ldi. Art House tomonidan qurilgan Ko'kcha Oqtepa turar joy majmuamiz. Dvorlarni ko'rishingiz mumkin. 100% g'ishtdan bitgan 9 qavatli xonadonimizning 6-qavatidagi xonadonimiz. 67 kvadrat metrga tushgan mehmonxona qismini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli dizaynskiy remontda bitirib berdik. Mehka zonasini ko'rishingiz mumkin va mana bu joyda televizorlarni o'rnatib qo'yganmiz. Va mana bu dekoratsiyasiga o'zingizlar 1 dan 10 gacha baho berib ketasizlar. Bu yog'imizda koridorimiz, hamma xonalari alohida mana shu koridor orqali kiriladi. Bu yog'imizda palyajga chiqish asosiy eshigimiz. Plusiga sizlar uchun alohida garderobli xona ham qoldirib ketganmiz. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Hamma sharoiti bilan tayyor holatda. Va mana bu joyda esa kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib bitirib berdik. Duxus panellarni ko'rishingiz mumkin. Kirib kelib yashashingizga mos qilib hamma sharoitlarni taxlab qo'yganmiz. Va mana shu xonani o'zini navisnoy balkoni bor. Shundoqqina nastroykani dvoriga qaragan. Endi ayollarimiz yoqtiradigan oshxonani ko'rsatib o'tib ketaman. O'zingiz bitta kengligiga, kattaligiga e'tibor qo'ying. Juda ham chiroyli remontda bitirib berdik. Stol zonalarigacha tayyor qilib o'rnatib ketdik. Xo'p, mana bu joyda esa общий sanuzelimiz joylashgan. Bunda ham stiralkalarigacha tayyor qilib o'rnatib qo'yganmiz. Xonadonimizga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, opsiyonida telefon nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.